Barchangizga assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu galgi videomiz noodatiy mollar haqida. Bu mollar o'zining noodatiyligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Demak, videomizni boshladik. Bunday sigirlar kanulyatsiyalangan sigir yoki fistulyatsiyalangan sigir deb nomlanadi. Kanula jihozi sigirga jarrohlik yo'li bilan qo'yiladi. Kanula sigirning ichini ko'rishga imkon beradigan moslama vazifasini bajaradi. Misol uchun, sigirning ovqat hazm qilish tizimini o'rganish va tahlil qilish yoki veterinarlarga bir sigirdan ikkinchi sigirga ichki a'zolarni ko'chirishda ko'pgina qulayliklarni yaratadi. Bu amaliyot birinchi bor 1928-yilda Shimoliy Dakota qishloq xo'jaligi kolleji tomonidan o'tkazilgan. Kanulyatsiya sigirning yon tomoniga, ya'ni uning 13-qovurg'asi orqasiga gardishli silindr o'rnatiladi. Odatda gardishli silindrga plastikli yoki metall qopqoq o'rnatiladi. Kanula jarrohlik yo'li bilan sigir uyg'oq va turgan holatda og'riqsizlantirish vositasi yordamida joylashtiriladi. Kanulalar odatda universitet sharoitida sigirlarning hazm bo'lishini o'rganish uchun sog'lom sigirlarga joylashtiriladi. Qishloq xo'jaligi sharoitida yemning ozuqaviylik sifatini tahlil qilish yoki veterinariyada oshqozon buzilishi bo'lgan sigirda mikrobiomini yaxshilashda yordam beradi. Tadqiqotchilar turli xil yemning hazm bo'lishiga ta'sirini aniqlashlari mumkin bo'ladi. Bu turdagi sigir o'z turdoshlari uchun donor vazifasini ham bajaradi. Yevropada bu amaliyotni qo'llashmaydi, chunki ular buni axloqsizlik deb hisoblashadi. Bu galgi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini va albatta podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.